Faqat mana balandligini 13 dan qiling. Keyin rahmat aytasiz. Zina haqida tushuncha berib o'tadigan bo'lsam, ya'ni manaqa podsetkasi bor, ya'ni mana orasida ko'vagi bor zina kuydirmoqchi bo'lsani, birinchi shoshilmas kerak. Ya'ni qurilish bitib, suvoqlari bitib, teplopol stashkalari quyib bo'lingandan keyin oxirgi jarayonda landshaftni ham quyib bo'lgan holatda keyin zina quydish kerak. Chunki bu yerda manaqa chiqqan betonimiz bor, 5 sm bo'ladi qalinligi. Bu yerga ichida qurilish tugamagan bo'lsa, ustiga bu yerga kirib, apalkadan taxta tashib olib turib, rastvor tashiydi, shibin tashiydi, qirralarni sindirib yuboradi. Ularni sindirib yubormaslik uchun bu zinani oxirida quydish kerak. Oddiy zina qilib turib, keyin ko'vagini chiqarib olaman deydigan akalarimizga biz bunaqasini ham qilib ko'rganmiz. Ya'ni mramorni o'zini bosib turib, mramorni o'zini ham chiqarib ko'rganmiz. Lekin effekt yaxshi bermagan, ya'ni burchoqlari sinib qolgan. O'shanga aytganim, raz podsetka zina qildirmoqchimisiz? Faqat betonni o'zida chiqartirib oling. Keyin har bitta jarayonda har 30 sm ga armatur chiqarib, oldilariga bog'lab, akkuratni ishlash kerak, mo'shni ishlash kerak. Bu zinaga armatur sal ko'proq ketadi. Shuni inobatga olib qo'yish kerak. Kirevlishdagi bir qo'shgangiz keng, ya'ni hol keng joyga ikkinchi etajga zina bermoqchisiz. Agar joyingiz keng bo'lsa, zinaga shunaqangi e'tibor berish kerakki, balandligini 13 sm dan qilsangiz, yosh katta ota-onalaringiz bo'lsa, chiqib tushishga umuman qiynalishmaydi. Asli zinaning standart razmeri 15 ga 30 bo'ladi. Bir qo'shga, ya'ni zinaga tashalgan joy qisqa bo'lsa, kichik bo'lsa, iloji yo'q 15-16 gacha qilsa bo'ladi. Lekin joyingiz katta bo'lsa, zinaga ajratilgan joy har qancha yetarli bo'lgan bo'lsa, faqat mana balandligini 13 dan qiling. Keyin rahmat aytasiz. Keyin zina quyutganda ustalar o'zi biladi. Har bitta pog'onasiga ikkitadan armatur qoqish kerak bo'ladi devorga. Armatur tashalashiga e'tibor bersani ham bo'ladi ustalarga. Ikkitadan qoqish kerak. Yana armatur qancha tiqdi devorga. Ko'p ustalar 10 sm tiqadi. Kamida 20 sm tiqish kerak. Har bitta pog'onaga ikkitadan armatur, keyin har 10-12 sm ga uzunligiga yana armatur tashab qilish kerak. O'shanda zina mo'shni bo'ladi. Biz bir paytlar qilganmiz, bir necha yillar oldin qalinligini, mana qalinligini 9 sm qilib, undoq qilib ham ishlab ko'rganmiz. Bunda mehnat juda ko'p bo'ladi. Armaturlarni ko'pini suvarka qilib, katta qilib chiqish kerak bo'ladi. Ish sal mashaqqatli bo'ladi, lekin bitganda o'ta chiroyli chiqadi.